Cumhur hükümeti 83 devletke yardım beradiganligini jakarladi. Bu qatimqi yuqumga taqabul turish yordami yangi Cumhur qurilgandan buyanqi yordam berish vaqti eng markazlashgan. Loyiha doirasi eng keng bo'lgan jiddiy insonparvarlik harakati. Yaponiyadagi bir shahar boshlig'i Cumhurdan yordam so'rab, agar biz ilgari iyon qilgan 4500 dona maskadan eshib qolgani bo'lsa, bizga qaytirib bersanglar bo'lamdi dedi. Chataq yo'q. 50 ming dona maskani Bushi shahri Shinwo rayonidan darhol avatib beramiz. Koreyaning Busan shahri davlatimizdagi yuqum ahvoli eng og'ir bo'lgan chog'da 10 ming dona maska iyon qilgan edi. Hozir ular Jumboning har qaysi joylaridan iyon qilingan 509,744 dona maskani topshirib oldi. Datiyan shahrimi davlatimiz iyon qilgan 83 ming dona maskani topshirib oldi. Bu Datiyan shahri dasturida iyon qilgan 36 ming dona maskadan xilli ko'p bo'lib hisoblanadi. Pakistan Zongtong maxsus Jumboga kelib, Jumboga rahmatini bildirdi. Serbiya Zongtongi Jumboning davlat bayrog'ini so'ydi. İtalyanın diplomatiya ministri bir belbaq bir yo'lga qatnashishdan iborat bu do'stlik halqiliq paytda jonni qutuldiralaydi dedi. Biroq shuni bilan bir vaqtda Amerika Zongtongi Tramp muxbirlarning ziyoratini qabul qilib, necha millionlagan amerikalik siz ko'rgandek vahima ilkida qoldi. Siz vahimaga cho'kib sizga tikilib turayotgan shu kishilarga nima demoqchi degan savolga duch kelganda, o'ylamagan yerdan men shundoq demoqchi. Siz bir tayin yo'q muxbir ekansiz. Menimcha bu haqiqatan odamni bizar qiladigan masala deb javob berdi. Shundoq deb so'rag'im kelyapti. Dunyoviy cho'ng davlat deb atalgan sizlarning cho'ng davlatga xos